Assalomu alaykum. Sizlar bilan G'afur TV kanali. O'zbek yozuvchilaridan kimlarni bilasiz ko'rsatuvining 4-soni. Va biz talabalar shaharchasiga tashrif buyurdik. Qani ketdik. O'zbek yozuvchilaridan kimlar bilasiz? O'zbek yozuvchilarimi? Yo'q, men adabiyot uncha qiziqmas ekanman to'g'risi. Yana bitta savol beramiz. Oxirgi qaysi kitobni o'qidingiz? Oxirgi martami? Asosan men ilmiy kitoblarga qiziqaman. Abdurahimov Denis Rafilovni ishlab chiqarish texnologiyasi kitobini o'qiganman. Xo'p, rahmat aka, sog' bo'ling. Mayli. Oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Nafsi Jula. Kim yozgan uni? Esimda yo'q avtorlar. Rahmat aka. O'zbek yozuvchilaridan kimlarni bilasiz? O'zbek yozuvchilaridan Abdulla Qodiriyni asarlarini o'qib turamiz. O'zbek yozuvchilari. Qaysi asarlarini o'qigansiz? Ko'p asarlarni o'qiganman endi, ko'pi. Asosan men Alisher Navoiy adabiyotlariga qiziqaman. Guruh adabiyotlarini o'qiganman. Alisher Navoiyning g'azallaridan bilaman bir ikkita. Xirgoyi qilish iloji bormi? Ozgina aytib berishchi. Albatta. Kecha kelgundir devon, kun saru gurru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga, u urush oqibat bo'ldi. Rahmat aka sizga. Sog' bo'ling aka, mayli. O'zbek yozuvchilaridan kimlarni bilasiz? O'zbek yozuvchilaridan juda ko'pchilikni taniyman. Endi asosan nima 2000-chi ya'ni 20-asrda yozuvchilarni taniyman. Misol uchun Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, ayniqsa O'tkir Hoshimovlar ko'p o'qiganmiz. Maqsud Shahzoda bor, keyin Aqsat Muxtor kabi ko'plab yozuvchilardan xabardorman. Ba'zi bir asarlarni ham o'qiganman, qisman faqat. G'afur haqida nimalarni bilasiz? G'afur ko'proq u shoir sifatida tanilgan. Undan tashqari yozuvchi ham. Jadidlarda shogird hisoblanadi. Mana misol uchun mana bilamiz, uni urush davri haqidagi asarlar bor, bilamiz. Mana misol uchun Shummol asari bor. Undan tashqari Mening o'g'rigina bolam degan asari bor. Bu birinchi jahon urushini yoritib bergan bo'lsa, misol uchun Seni yetim emassan degan asar bor, bilasizlar, bu she'ri. Bu ikkinchi jahon urushida yozilgan. Undan tashqari shunday aytadi, qaysi she'rligi esimdan chiqib ketib qoldi. Shu bir she'rida shaftoli gullashini aytganda, ya'ni shaftoli gullashi bilan o'g'lim menga shaftoli terib beradi, tinchlik bo'ladi degan, ya'ni urush tugashi, sog'inish she'ri deydi adashmasam mana shu. Undan tashqari vaqt she'ri bor, bilasiz. Demak, u ham shoir, ham yozuvchi hisoblanadi. Yana bitta savolimiz, ko'p narsani bar ekansiz. Oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Xo'p, oxirgi marta lekin o'qigan kitobim Aleksandr Belayevni Jahongir degan asarini o'qidim. Uni ruscha kitobda ma'nosi boshqacha, ya'ni dunyo hukmdori degani. O'sha kitobni o'qiganman. Jahongir asarini menga juda ham yoqdi. U ko'proq men bobo asar ekan, men fizikman. Unda bir fizik olim haqida yozadi. Shu u asarni o'qisalaringiz ichida ixtirochilikka urg'u beradi-da. Misol uchun shunday bir ixtirolar bor, dunyoni o'zgartiradi. Lekin shunday bir ixtirolar bor, dunyoni vayron qiladi. Masalan, o'sha Shteiner ixtirosi. Miyani refleksologiyaga shug'ullangan bu odam o'sha miya to'lqinlarini boshqarish endi fantastik asar albatta. Lekin miyani to'lqinlari orqali boshqarish xususiyatida ishlagan, odamlarning miyasini boshqargan, o'zini nima deydi, musulmonchasiga aytganda nafs yo'lida hammani yugurtay qilganda, oxirida yolg'iz qolganda o'sha endi aytadi. Men bunday hukmdor bo'lganimdan ko'ra nima keragi bor degan. Asarda shunday, ma'nosi shunaqa. Men dunyoning egasi bo'ldim. Misol uchun kimnidir sevardi. Elza Gullik degan odamni sevardi. Elza Gullik majburlab sevdiradi. Misol uchun o'sha qurilmasi orqali xo'sh, nimaga erishadi? Hammani majburlab sevdiryapti, majburlab oldida xizmat qildiryapti. Hayotda ma'no bormi deydi. Va keyin o'zini programmasi orqali shu boshqa odamga aylantiradi. Keyin uni asarini nimalaridan boshqa bir moskvalik olim borib, uni yaxshi yo'lda, ya'ni shu nima deydi, signalsiz, elektr toksiz aloqa sifatida uni qurilmasini qaytadan yangilaydi. Endi hayotga keladigan bo'lsa, misol uchun hammamizga ma'lum atom reaktorlar. Atom reaktor misol uchun AESlarda yoki yadro energetikasida qurol sifatida foydalanmasa, toza ekologik mahsulot. Lekin hozir misol uchun Oppenheimerda qilgan ishi yadro reaksiyasi, to'g'rimi? O'shani bilan biz AESlarni ishlatamiz. O'sha bilan dunyoni ko'rsatamiz. Ya'ni bitta qurilma, bitta prinsip, lekin biri yaxshilikka, biri yomonlikka ishlatiladi. Shuning uchun ham demak
har qanday ixtirolar mavjud. Faqat inson uni to'g'ri yo'lga bila olishi shart. Majbur. Aka, rahmat sizga. Ko'p narsa bilar ekansiz. Ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Xo'p, mayli. O'zbek yozuvchilari, jadidlari haqida bilganlaringizni aytib bera olasizmi? O'zbek yozuvchilaridan birinchi nima Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy, ular endi keyin Behbudiy jadidlarimizdan. G'afur G'ulom haqida ham endi bizdan ko'ra ham sizlar ko'proq bilasizlar. Baribir o'sha davrlarga o'sha G'afur G'ulom haqida bilganlaringizni ham qisqacha aytib bersangiz. Endi G'afur G'ulom ham juda endi bizni nazarimizda juda talantli shoir bo'lgan, juda akademik shoir edi u kishi. Ham tarjimon ham bo'lgan. Ham kuchli tarjimon bo'lgan. O'sha ko'proq mana urush yillarida yozgan asarlari juda xalqimiz orasida, yoshlarimiz orasida juda ham mashhur bo'lgan. Endi u kishi to'g'risida hozir keyingi vaqtda turli xil fikrlar yuradi. Masalan, o'sha Abdulla Qodiriy masalasida o'sha, lekin endi o'sha paytdagi u zamonning zayli, o'sha zamonda endi uni hech kim bir ko'rib aniq bilmaydi. Aniq fakt isboti yo'q. Aniq isboti yo'q. Shuning uchun endi keyingi vaqtda bunday fikrlar xalq orasida bor. Rahmat sizga ustoz. Sog' bo'ling. Oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Muhammad Yusufda she'rli to'plamini o'qidim. O'zbek yozuvchilari, jadidlaridan kimlarni bilasiz? Abdulla Qodiriy, Abdulla Amoniy, Cho'lpon, bilamiz. Sizchi? Bilganlaringiz. Shu bilganlarim ko'pini aytib o'tdilar. Undan tashqari Cho'lponni Behbudiy, Abdurahmon Fitrat bor. Ayni o'sha 20-asrda ijod qilgan adiblardan biri G'afur G'ulom haqida nimalarni bilasizlar? G'afur G'ulom yozuvchi. Anaqa Shumbola kinosini ko'rgansiz. Shumbola asarini yozgan. Shuni endi aytmoqchiman. Shumbola asarini yozgan. Shundan taniymiz. Undan tashqari o'sha qachon vafot etgani zilzila oqibatida 1966-yilda o'sha qo'rquv, yurak xuruji natijasida vafot etganlar. Shu haqida ma'lumot bilaman. Shumbola kinosini ko'rgan bo'lsangiz kerak, menimcha. Mana shu kinodan eng esingizda qolib ketgan joyi bormi? Ana eshakni ho'kizni so'yaman deb eshakni olib qo'ygan. O'sha yonida qolgan. O'sha esingizda qolgan. Sizlarchi? Ana tuxumni bosh do'ppisini ichiga soladi. Onasi urganda, tuxum chaqirganda boshini yorib qo'ydim deb o'ylaydi. O'sha joyi esimda qolgan. Hozir bittada aytganingizda shu xayolimga keldi. Rahmat bolalar, sog' bo'linglar, xo'p. Ishlarga omad, charchamanglar, xo'p. Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Oxirgi o'qigan kitobim Marcel Brionning Men kim soqib Qur'on Amir Temur kitobi. Eng yoqqan epizod bormi asarda? Eng yoqqan epizod hamma joy yoqadi kitobni o'qib ko'rsangiz. Hamma joy yoqadi. Yozuvchilari, jadidlarni bilasiz? Ko'pchiligini bilaman. Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Uloniy, Munavvar Xabartoshni jadidlardan ko'pchilik o'qiganman. G'afur G'ulom haqida ham o'qiganmiz. Yaxshi odam. Birinchi o'zbek akademiyaga Shumbola, meni o'rgana bola hikoyalari, eng mashhurlari. Uy muzeyiga borganmiz, yaxshi. Borganmizmi? Ajoyib. Rahmat sizlarga bolalar, sog' bo'linglar, xo'p, charchamanglar. O'rtoqlar, вообще zo'r bo'lyapti so'rovnoma bu safar. Chunki hamma talaba, hamma ko'p ma'lumotlarni bilishadi. Davom etamiz qani. Biz oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Oxirgi marta esimda yo'q. Esingizda. O'zbek yozuvchilaridan, jadidlardan kimlarni bilasiz? Abdulla Qodiriy. Yana boshqa. Rostman. Rahmat. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz qaysi? Oxirgi marta badiiy kitob o'qiganmiz. O'zbek yozuvchilaridan, jadidlardan kimlarni bilasizmi? Ha, ko'pchilik bilamiz. Cho'lpon bor, keyin Munavvar qori bor, ko'pchilik. Fayzulla Xo'jayevlar bor, o'sha paytda nima qilgan. 2012-yilda, 2012-yilda. Shumbola nimasi asarini bilamiz. Kino ham olingan. Kino ham olingan. Shu kinoda eng yoqqan epizod bo'lsa. Ha, bayagi ho'kizni o'ldirish o'rniga eshakni bo'g'izlab yuboradi. O'shaning uchun ham
tayoq yeydiki, o'shani joyi qiziq. O'shaning uchun ham menimcha u kino nima deydi? Eskirmaydigan kinoda u. Ko'p joyda qovun tushiradi. Baraka, rahmat, sog' bo'lingizlar. Xo'p, qolgan charchagan. O'rtoqlar, davom etamiz. Yur, nima deydi? Hamma talabalar bo'lgani uchun baribir talabalar ko'p ma'lumotlarga ega. Bergan savollarimizga qo'ldan kelgancha javob beryapti. Qani ketdik. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz qaysi? Hozir o'qiyotgan kitobim bor. Aha. Dostoyevskiyni Telba asarini o'qiyapman. Elbasar. Juda ham zo'r kitob. Judayam bu kitob ko'proq Dostoyevskiyning hayoti, o'zi ijodlari haqida yozganda, ko'proq o'zini ruhiyati haqida, o'sha Jinoyat va jazo, Dostoyevskiyning o'sha Telba asarlari. Yana bitta savol, o'zbek yozuvchilaridan, jadidlaridan kimlarni bilasiz aka? Abdulla Qodiriy, Munavvar qori Abdurashidxonov bor, keyin Cho'lpon, Abdulhamid Cho'lponlarimiz bor, bobolarimiz. Keyin Fitrat, Abduraif Fitratlarimiz bor. Aynan bular o'sha urush davrida o'zbek adabiyotini rivojlanishida katta hissa qo'shgan adiblar hisoblanadi. Shular qatorida G'afur G'ulomxon o'z hissasini qo'shgan adiblardan biri hisoblanadi. Juda ko'p asarlar, she'rlar yozgan urush davrlarida. G'afur G'ulom haqida nimalarni bilasizmi? Yozgan asarlari yoki she'rlari? G'afur G'ulom haqida uncha ko'p o'qimaganman, to'g'risi. Ko'proq Abdulla Qodiriyni o'qiganman, ya'ni o'tgan kunlar asari. Bilishim mumkin, agar o'tgan kunlar kitobini o'qimagan o'zbek o'zini o'zbekcha hisoblashi emasda. Chunki o'qish kerak-da. Har bir o'zbek shunaqa. Zo'r kitob, juda ham zo'r kitob. shunday. Rahmat aka, xo'p, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Biladi. Oxirgi marta qaysi kitobni o'qigansiz? O'qimadim. Kitob o'qimadim. O'zbek yozuvchilaridan, jadidlardan kimlarni bilasizmi? O'zbek emasmi? Siz o'zbek emasmi? Qayerdansiz? Xo'p, turk adabiyoti haqida savol beraman-da. Turk adabiyotini o'qigansizki, to'g'rimi? O'z eng yaxshi ko'rib turk adabiyotidan o'qigan kitobingiz qaysi va kimniki u? Mahmudov. Qaysi asarini o'qigansiz? Mahmudovning go'shtlari. Go'zal shirgasi. Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz qaysi? Oxirgi o'qigan kitoblar hammasi ilmiy kitoblar. Mayli, bitta eng oxirgisini. Psixologiya bo'yicha. Psixologiya bo'yicha. O'zbek yozuvchilaridan kimlarni bilasizmi? Jadidlardan? Jadidlardan o'zbeklarni o'qiganimizga. O'tkir Hoshimov. O'tkir Hoshimov, yana kimlar? O'tkir Hoshimovning asarlarini o'qiganmiz? Eng yoqqani. Dunyoda ishlar. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Tamam. Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? O'qigan kitobim Erik Mariya deyman. 3 o'g'il. Yana bitta savol, o'zbek yozuvchilaridan kimlarni bilasizmi? Jadidlardan? Abdulla Qodiriy bilaman. Всё. Rahmat aka, xo'p, sog' bo'ling. Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Oxirgi o'qigan kitobim ana yaralangan qush hamon uchmoqda. Yaralangan. Kim yozgan edi uni? Jozef Makkarti. Yana bitta savol, o'zbek yozuvchilaridan, jadidlardan kimlarni bilasizmi? Jadidlardan? Yozuvchilar. Yozuvchi jadidlardan shu Mahmudjon Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov ular bilamiz. G'afur G'ulom haqida ham asarlarini yoki yozgan she'rlarini bilasizmi? Bilamiz. Akademik yozuvchisi desak ham bo'ladi. Uni o'sha mashhur asarlar lekin esimga kelmaydi. Shumbola kinosini ko'rgan bo'lsangiz kerak, a? Kinosi ham o'sha G'afur G'ulomning Shumbola asari asosida olingan. Kinoda o'zingizga eng yoqqan, qolib ketgan epizod bormi? Bor. Shu Boyota bilan shu Shumbolani suhbati. O'sha yolg'on gapni yonib ketdi. yonib ketgan o'sha joy yoqadi. Esga qolib ketdi. Xo'p, rahmat aka. Ishlaringizga rahmat, sog' bo'ling. Cho'lpon, Abdulla Uloniy, Abdulla Qodiriy, Muhammad qori Abdulqodiyev. O'qigan kitobingiz qaysi? Oxirgi chet el adabiyotini o'qiganman. Kimning kitobini? Jek Londonning Martin Edenni o'qiganman. Keyin jadidlardan Abdulla Qodiriyning Mehrobdan choyonni o'qiganman. O'rtoqlar, talabalar shaharchasida o'tkazgan so'rovnomamiz o'z nihoyasiga yetdi. Qo'limizdan kelgancha barcha talabalardan, ustozlardan va boshqa fuqarolardan so'rovnoma o'tkazdik. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Keyingi sonni qayerda o'tkazishimizni albatta izohlarda yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat.